Ikkinchi savol. Seni Robbing qaysi yilda paydo bo'lgan? Alloh taolo zamonlar va vaqtlardan avval bor edi. Undan avval hech kim va hech narsa bo'lgan emas, undan keyin ham hech kim hech narsa bo'lmaydi. Uchinchi savol. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Aqlga to'g'ri kelsin. Imom Azam aytayapti. Raqamlarning orasida 3. 3 dan avval nechi keladi? 2. 2 dan avval nechi keladi? 1. 1 dan avval nechi keladi dedi Xudo sizlar 1 dan avval hech narsa yo'q dedi. Agar raqamlarda 1 dan avval hech narsa bo'lmasa, haqiqiy birinchi bo'lgan, yagona bo'lgan Allohdan avval qanday bir narsa bo'lishi mumkin? Aqlga to'g'ri kelyaptimi? 1 dan oldin raqam yo'qmi? 1 dan oldin hech narsa yo'qmi? Demak, haqiqiy bir bo'lgan, yagona bo'lgan Allohdan avval ham bir narsa bo'lmasa aqlga to'g'ri kelaverar ekanmi? Qanoatlanishdi. 4-savol. Robbingning zoti qanday? U tutun yoki bulutga o'xshash gaz-simonmi yoki suv kabi oqib turuvchimi? Robbingning makoni qayerda? Javob